Diqqat qiling, bunaqa videolarni o'zi odatda kam qo'yaman. Qisqasi, IELTSga tayyorgarlik ko'ryapsizmi, Malta levelgami, milliy sertifikat. Bu narsani qizig'i yo'q. Speaking imtihonida qiynalyapsizmi? Muammoyingiz bormi? O'zingizga partner, ya'ni sherik topolmayapsizmi, partner? Bunda sizga yordam beradigan menda sayt bor. Bitta emas, bir necha saytlar. Va u saytlar 100% sizga haqiqatan speakingingizni oshirishga va asl darajangiz qanaqaligini ko'rsatib berishga, natijangizni aniqni chiqarib berishga, qo'shimcha fikr mulohaza, feedback berishga ham albatta saytni nimasi yetadi, quvvati yetadi. Ishonchli saytlar. O'rtoqlar, albatta kommentariyada sayt so'zini qoldirib qo'ying. Men o'sha saytlarni sizga yuborib qo'yaman. Qarang. Sizni 4 ta bosqichda asosan sinaydi, bilasiz. Cohesion, coherence, lexical source, grammatical range, accuracy va birinchi o'rindagi holat nima? Umumiylashib, task response ga javob berdingizmi, yo'qmi va umumiy netchi hammasi. Va o'zini variantini ham beradi. Qanaqa holatda? Bu ChatGPT emas, qaytarib o'taman, bu ChatGPT emas. Yozgan audioingizni yozib oladi, o'zingiz qaytadan eshitasiz. U yerda siz improve naturalness yokida enhance answer kabi tugmalar orqali yanada yaxshiroq javoblarni yana ko'rishingiz mumkin. O'zingiznikidan ham yaxshiroq javoblarni. O'shaning uchun iloji boricha bee'tibor bo'lmang. Bee'tibor bo'lsangiz bu o'zingiz imtihoningizga albatta minus. O'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham sizlarni o'ylab mana shu saytlarda yokida kerakli bo'lgan veb-saytlarda nima qilyapman? Ulashishni istayapman. Endi bu kommentariyani yozing deyishimdan maqsad kim faol, kim nofaol. Albatta hamma o'ziga javob beradi, hamma joyda bilasiz. Qisqasi direktdan yuborib qo'yaman. Mana shu video hozir YouTube, Instagram, Telegram tarmoqlariga joylanadigan bo'lsa, o'zim yuborib qo'yaman shaxsiysidan. O'rtoqlar, kutaman. Speakingingizni oshiring, hech bo'lmaganda shundan foydalanib, manfaatlanib qoling.